Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana onlayn sayohatga chiqmoqchimiz. Bugun tumanimizning diqqatga sazovor qadamjolardan biri xalqimiz orasida Bo'nabu deb nomlanuvchi ziyorat qilmoqchimiz. Ham ziyorat ham sayohat maqsadida safar uyushtirmoqchimiz. Bilganlar uchun telefon ekranlarida yana bir karra ko'rish, bilmaganlar uchun esa onlayn sayohat. Demak, ketdik do'stlar. uzkids.net taqdim etadi. Bosh egdim yolvorib, bosh panoh o'zing. Bugun holimizdan chin ogoh o'zing. 18 ming olamga podshoh o'zing. Bandalaring bordir, iymonlari sog'. Shavqat qil olamni, asragil Alloh. Shaytonga ustozlik qilguch ham bor. O'zini sendan zo'r bilguch ham bor. Yig'lagan oshiqdan kulguch ham bor. Shularning jaddiga qo'yma bizni oh hoji onamni asragin Alloh. Muhaddislar yurti qadamjo haqqi, iymon boylar qilgan podduo haqqi. Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Bugun tumanimizning eng qadimiy va ulug' ziyoratgohlaridan biri bu ziyoratgohlariga keldik. Xalqimiz orasida mahalliy shevamizda Bo'nabu deb nomlanadi ushbu ziyoratgoh. Ushbu ziyoratgohni sheyxlari Dadajon bu hojilar afsuski hozir o'tib qolganlar, vafot etganlar. Lekin ularning o'g'illari Absamat aka hozir shu yerda sheyxliklari qilib, bu yerga kelgan ziyoratchilarga qo'ldan kelgancha bu yerning tarixini tanishtirib, bu yerga sharoitlarni qilib qo'yganlar. Mana shunday chiroyli joylarni qilishib. Assalomu alaykum. Absamat aka, yaxshimisiz? Endi mana shu tumanimiz aholisi ko'rib turgan muxlislarimizga ushbu ziyoratgohni tarix to'g'risida ozgina bilganingizcha, o'zingiz otalaringizdan eshitganingiz bo'yicha bersangiz. Endi bu onani endi dadam rahmatlilar aytib berishlaricha, o'sha nima qadimiy zamonda o'sha Makkatullohda bular yashashgan, payg'ambarimiz avlodlari bo'lgan, Muhammad payg'ambarimizni. O'shanda Alloh bor, Xudo bor deyilganda kofirlar bularni o'ldiramiz deb quvib nima qilganda shaharlarga qochib kelib, shaharlardan panoh topib, shetlarda tirigi g'oyib bo'lgan deyishadi. Endi bilmadim, endi dadamlar aytib berishgan bo'yicha. Shu yerda mana hozir qabrlari nimalari bor, maqbarlar ko'tarilgan, bo'lgancha obodonlashtirilgan, dadamning o'zlari nima qilgan. Endi bular hozir mana pastda Bulg'odar bor, Hazrati Bob bor. Bu tomonda Hazrati Bob, Imom Ota bobomlar bitta avlod, aka singil bo'ladi deb bir shunaqa nima aytilgan. Aka singillari bo'ladi, singil o'rtada qolgan, tepaga nimalari, katta akalari chiqqan, bag'da ikkita akalari o'rtada olib nima qilishgan. Tarixiy endi eshitganimiz shundoq hozircha. Yaxshi aka. Ammo avvalo sizga katta rahmat mana shu yerlarda obod qilib, shu yerni chirog'ini yoqib turganingiz uchun. Bu mana shu tarixini qisqacha bo'lsa ham qo'lingizdan kelgancha eshitganingizcha so'zlab berganingiz uchun sizga ham katta rahmat aka. Ishlang, omad. Umringiz uzoq bo'lsin aka. Ishlaringizga omad, rahmat aka.